qo'rqmaymiz. Assalomu alaykum, Elektrotexnika o'z kanali obunachilar va kuzatuvchilar. Mana xayrli akamiz oldimizga keldik. Buni so'raganlaringda adabiyotlar ro'yxatini aytib olsangiz. Elektrotexnika o'zida birinchi bo'lib davlat rivojlanishi uchun elektr energiya arzon bo'lishi. Elektr energiya qancha arzon bo'lsa, ishlab chiqarish shuncha arzon bo'lishi. Shuncha ishlab chiqarish arzon bo'lgandan keyin raqobatga qarshi tura oladi. Hozir Xitoyning rivojlanib ketishi sababi sonishli panellar. Takamakka 1,5 daqiqa yurg'izib qo'ydi. Lazerni ichida aylanadi, 1,5 daqiqa o'shani yurg'izib qo'ydi, harakat qildi. Tianshar tog'ining orasidan qazib o'tyapti. Birinchi bo'lib juda katta tunnel qilyapti, qanaqa. Sariqdaryoni to'sgan bilasizmi? 54 kilometr, 65 million tonna sement ketgan. Aholining yarmini elektr energiya. Sonishli panel. Yana qaysi soha? Hamma sohada raqobatga betirmay generatorlari bor. Hamma sohalarda bor. Yana işte elektrotexnika, biz yeni fanlar ko'p gaplashib qo'ydik. Hozirgi kunda Xitoy yana bitta zo'r rivojlanib ketishiga sabab bitta narsa bor. Bu siz tushunasiz. Yevropaning, Angliyaning naushnik kitoblari bor, dunyoni. Bilasizmi? Rossiya hozir eng zamonaviy ilm-fan kitoblarini 2 yilda tarjima qilib qo'ydi. Xitoy 2 oyda. Endi olga tushuntirib, elektr energiyani ilm-fan tushunish uchun zamonaviy kitoblardan foydalanish kerak. O'shanda davlat tez rivojlanib ketadi. Bu elektr energiyani kitoblarni yaxshi o'qiymiz. Keyin bizda boyvachchalar ko'payib qoldi, to'g'rimi? Boyvachchalar uyga sun'iy intellekti, elektrik narsani qo'yishdi, to'g'rimi? Endi hamma elektr montajni bilyapti, lekin sun'iy intellektni miyasini tushunmayapti. Nima qilishimiz kerak? Yaxshi programmist bo'lib, yaxshi kompyuter, matematikani yaxshi bilishimiz kerak, elektrik. Keyin sizning kasbingizda yana bitta ikkita kasbda xato qilib bo'lmaydi, bilasizlar? Sizning kasbingiz yana bitta kasb. Qaysi? Sapyorlik, doktorlik. Bularning kasblari yaxshiroq, xato qilsalar o'zlari ketadi. Sapyor ham mayli o'zi ketadi, lekin doktorlarning xatosi chiqadi, qo'lini ketadi. O'shaning uchun o'qishimiz kerak. Juda ko'p o'qishimiz kerak, to'xtamasdan o'qishimiz kerak. Hozir masalan Yevropalarda okeanda ilonli anaqa qilib qo'ydi. Unda suv to'g'ridan anaqa bo'ladi, elektr energiya olyapti, suv ostilari, qaraqalar qo'yib chiqyapti. Endi bizda iqlimimiz issiq. Ko'p cho'l hududlarimiz bor. Endi so'nsa panelni yangi zamonaviylari chiqib ketdi. Mana masalan men ko'rdim, buni ko'rdingizmi yo'qmi? Yevropada oynali binolar bor. Bilasizmi? Oynalari bekor ketdi. Qaysidir olim qanaqadir xromosomani o'ylab topdi-da, tarkibiy qilib qo'ydi. Necha ming kilovat tok bemalol o'zini ta'minlab beradi. Sonishli panel emas, oddiy oyna, lekin ichida xromosomani nimadir qo'yib qo'ydi. Elektr energiya bilan do'mma o'z qabul qiladi. Quyosh panellarining asosiy yarim o'tkazgichlik kristallardan iborat. Rahmat xayrlarga. To'xtang, mana narsa, kakran sizlarda hozir o'tin kamlik bo'ldi-da, ana barabandiskiy antenaga. Oynani qilib qo'ydi. Rostdan choy qaynatib beradi shu narsa. Shunaqalardan sotib olaylik, o'rmonlarimiz kamayib ketyapti-da, daraxtlarni ekonom qilaylik, yantoqlarni cho'p tashlamaylik. O'sha narsadan ko'proq yasab beringlar, ko'proq foydasi tegadi. Sizni aka ilm-faningiz siyosatdan ko'ra ko'proq foydasi tegadi. Sizni faningiz nimaga desiz, elektr energiya arzon bo'lmasa, rivojlanish bo'lmaydi. Nimaga desiz? Keyin yana bir sizni tumaningiz to'g'risida bir ajoyib yangilik eshitgandim. Sizni tumaningizmi, sizni mana shu Toshkent viloyatlarining ichida shu paytgacha 80-90% hammasi Toshkent institutiga topshirgan. Mana shu 3 yilda hech 5% tushib qoldi topshirish. Nimaga bilasizmi? Sizni soha. Elektr energetikada Qashqadaryodan o'sha qishloqda umuman elektr energiya yo'q edi. Shuning uchun insonlarda qiziqishgan. Yo'q, qiziqish emas, okajon. Elektr energiya bo'lmagandan keyin dars qilish. Telefon yo'q, Wi-Fi yo'q, radio yo'q. Nima qiladi odam? Kitob o'qib o'tiradi. Endi har kuni kitob o'qib o'tirgandan keyin u institutga topshirmasa, kim institutga topshiradi? To'g'rimi? Bo'ldi endi. O'shaning uchun bu akamlar keyin ishlari leviyli ishladi. Bitta rezetkani qo'yish 50 ming so'm beradi. 500 ming, 600 ming bekorlarga tushib qo'yadi. Keyin elektriklar sal yertoq qilinglar, qishloqimizdan rivojlansin, xonalar qilinglar. Insonlarga sharoit yaratib beringlar. Sizda nasib qilsa bitta yadro fizik chiqib qolsa, oyligini ishlaydi. Mebellar uyi degan ketishasiz. 35 ming dollar. Ha, oxirida 35 ming dollar. oxirida bitta bekat oldi. Endi yadro fizik bo'lish uchun nima qilish kerak aka? 109 elektr. Yadro Tomon, narib tomon. O'qimasdan turib hech iloji yo'q. Uni sotmasa foydasi yo'q. Ehtiroslarga berilib, tushida kelib qolmaydi. Asfalt tomon. Sizga keling bitta elektrik kitobni